Assalomu alaykum qarindoshlar, Javodir Nasas yurishga xush kelibsiz. Bu bizning 26-qism darsimiz. Bu qism darsimizda biz metodning qimmat qaytarishni o'rganamiz. Ham buningda bu darslikda biz muhim bir hukmni o'rganamiz, ya'ni return degan. Buni return deydi. Yoki shu metodning qanday shu ma'lum bir qimmat qaytarishi. Biz oldingi qism darsimizda metodning qimmat qaytarmaydigan void shaklini o'rgangandik. Shunaqa void. Hem bu vaqtim qana bir qimmat qaytaradigan uni boshqa parametrlashtirishni o'rgangan qo'y. Nasa men bir klass quray. Misol Mesela bir mahsul qurayli. Özünü qısqacha tonishtiradigan. Qana public void tonishtirish. Bak uzun bo'lib ketdimi qanda. Intro deb ham qo'yay. Inglizcha. Ma void shunaqa. Salam. Mening ismim Osman Qazi. Bu yil 25 yoshda. Mesela o'zini tanishtirishimiz addilam qilaylik. Endi mushuni chaqirmoqchi bo'lsa qanday chaqiramiz? Main method chaqiramiz qo'y, masalan, mana voidni. Hozir men menda intro deb bilan bevos chaqira olamdimi? Buni men bevos chaqira olmayman. Chunki bu statik emas. Agar men buni statik qilib qo'ysam, mumkin bevos chaqira olaman. Salam, mening ismim Osman Qazi. Agar men buni statik qilmay, bevos chaqirmoqchi bo'lsam qanday qilaman? Mush klassni qurib anondan keyin chunki ismni klassning kichik bilan ismni cho'ng'arib o'zgartirib qo'ying. Ma introni qilmoqchi bo'lsam, endi qanday? Manda chaqiraman qo'sh xil object qurib. Buni o'rganib bo'lgan, buni tushunmagan bo'lsangiz qaytib ko'ringlar darslarni. Endi biz qana void hech qanday qimmat bermadi masalan. Endi bir qimmat beray. Mana hech qanday qimmat nimani bossak shu chiqadi. Endi qimmat beradigan masalan bir int ma void o'rniga int masalan kvadrat bir kvadratni chiqaradigan bir metod desanglar bir sonning kvadratini tepib beradigan. Sen square deb qo'y, qolgancha ism qo'yib qo'ydim-ku, muhim emas-ku bu ism degan. Buni parametrlashtirsam, masalan bir son bor dey. Endi inglizchada mesela number. Shunaqa. Ma qizirib oldi, chunki qaranglar. Bu yerda biz bir qimmatiga void bo'lgan bilan ma'noga bir qimmat verdik. Cho'qim int qaytardi deb. Uning qaytarish uchun bir return deb bir keyword bor. Bir return bor. Ma so'zni ishlatmasak, bu qizirib oldi. Cho'qim return ishlatamiz. Başlam ishlatmasam bo'ldi, uni o'zing bilsang ham bo'ldi demoqchi. Masalan, ma'no qanday? Kvadrat degan o'zini o'zi ko'paytirgan gap qo'y. Men static qilib qo'yay, object qurishni o'rniga. Men yana mana objektni qurib oldim, shunday bo'lsa-mi? Static ham qilib qo'ydim-a. Square masalan 4 ning kvadrat deylik. Shunaqa.
Buni qilsak chiqmaydi masalan. Ishim chiqmaydi. Ishim chiqmaydi. Shuni qanday qilamiz? Buni besib chiqarish uchun print out qilamiz shuni. Ammo mana bu yerim osim chekitni yozmasak bo'ldi. Teshik yozamiz demakchi. Mana 16. Qaranglar. Masalan 45 ninki kvadrat necha bo'ldi? 2025. Qanday chiqadi desanglar mana. Mush cho'qim bir intulab qaytdi demakchi. Intulab qaytdi. Unda bo'lsa men ham bir class quray. İkinci misal yapacağım. Ben kvadratı küpe ne tabıdığan iki şu return ile qaytırılgan qanda qiymat qaytırılgan metod yazay. Public static'lay object bo'lgandan o'rniga demoqchi qo'y. Agar static yozmasanlar bevosita yozsam bo'lardi. Int square shunaqa ma'ni tushunsan qo'y, men mouse square shunaqa qo'y. Endi kvadrat qo'y, mana kubni qanaqa qilamiz? Cube deydi qo'y inglizcha. Parametrlashtirib kub qanday bo'ldi? 3 qitim ko'paytirdi shunaqa. Men bundan uchun made method qurib, main method birinchisiga qanda square mana besib chiqarish uchun masalan 5 ning kvadrat qancha bo'ldi? 5 ning kvadrati 25. 5 ning kubi qancha bo'ldi? 125 shunaqa. Cube. Mana 25, 125 deb. Endi bu cho'qim intulamda o'tsanglar, o'xshamagan cho'qim intulashdan hojat yo'q. Cho'qim intulashdan hojat yo'q. Masalan, boolean qilay. Public static boolean. Cho'qim true or false deb qaytadi bu method. Mana qaranglar. Faqat birlam int qaytadi. Masalan 25 yoki 125 deb metodning ichida. Mana nima qaytadi? True yoki false deb qaytadi. Masalan jup nomer topadigan qilib qo'y. Even number bu. Qizdirib olib qaranglar, men return yozmoq qizdirib oldim. Biz bir sanning jupsan taqsaligini qanday topdik? 2 butun bo'linsa qanday? Qanday san jupsan bu shunaqa. Return true. Chunki men boolean. Unda bo'lmasa return false. Endi even number masalan 45 even number mi? Jupsanmi? Yo'q, bu taqsam bu cho'qim false deb chiqish kerak. False. 46 True, çünkü jupsan. 0 jupsan taqsam mı? True, 0 jupsan. Hem de string qilamda qilsanglar string bo'laveradi. Qaysi soliq ma'lumot qilsanglar bo'laveradi. Public static string. Stringga masalan
string qaytadigan ism masalan davlat bo'lib qolsa country deb qo'yay. Masalan stringga davlat shunaqa. String agar aşı davlat nima bo'lib qolsa Yaponiyani deydi. Davlat qana Japan bo'lib qolsa Uyg'ur chiqaray. Buna Yaponiya qaysin. Agar Japandan boshqa bo'lib qolsa-chi? Nim qaysin? Yaponiya emas. Yaponiya emas. Ma Uyg'urcha o'qishqa, ma osmchik at keyini qara oldi. Country shunaqa. Japan deb kirgizsam da Yaponiya deb chiqaman. Yaponiya boshqa xalqlar bilan kirgizib qo'ysam-chi? Yaponiya emas. Mushu metodni o'zi qaytaryapti demoqchi. Ko'proq mashq qilib biringlar. Bugungi darsimiz mushakcha tushungan nuqtalar asosiy inkas shaklida qolib sanal bo'ldi. Hamda mushu metod to'g'risida so'zlaydigan asosiy mazmunlar tugadi. Hamda biz kelar soatdan boshlab yangi o'quv o'rganamiz. Rahmat.